Bir so'm pulsiz mutlaqo tekinga mana shu matapilani olgan bo'landingiz. Bu matapilamiz Baykal firmasiga tegishli bizapilamiz bo'ladi. Ya'ni matapilamiz agroservis do'koni bu turdagi matapilalarni mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz tarqatib yuborilmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ko'pchilik 17 ot kuchli original rullar gidravlikali motoblok so'rab turgan ekanmiz. Endilikda agroservis do'konlariga kelib, mana shu turdagi 17 ot kuchli rullar gidravlikali motoblogimizdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu turdagi motoblogimizdan yangi partiyasi kirib keldi. Hozir buni qisqacha ma'lumotlarni hamda narx-navo tashlab o'tib ketaman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastda nomerlarni qoldiryapman, orqaga chiqib ko'rasizlar. Hamda mana shu bizapilani tekinga olish sharti hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib, omad yoz qoldiring. Do'konimizga kelganingizda aytib o'tgan narsadan oz kam qilmaysiz, hattoki bu narsani ham qilmaysiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu narsani qilib beraman. Xo'p, ko'pchilik uyimga, xo'jayimga ishlatish uchun men katta dalalarim bor. Shuning uchun menga kattaroq motoblogini rullar gidravlikali bo'lsin akalarimiz endi agroservis do'konlariga Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqargan Texa motoblogida yangi partiyasi kirib keldi. Hozir buni qisqacha ma'lumotini hamda narx-navosini tashlab o'tib ketaman. Xo'p, buni yoqurtulari bizon moklari 5 litrli qilib ishlangan. Ruxsatlar xohlagan stator orqali, xohlaganlarga esa zavoddan orqali yarimta tortishingizga zavod olib bera oladi. O'zliklar esa maslen filtr bo'ladi. Maslen degan sababi siz frezerda ish qilasizmi yoki boshqa plug chizelda ish qilganingizni taqdirda ham mana shu joyga albatta yoq quyib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yoq quyib yursangiz motoringizga kelgan chang, pang hammasini o'zida ushlab qola olishi uchun. Agar ushlab qolmasa, bu motoringizga o'tadi, motor qisadi. Undan so'ng yana siz o'zingizga 1 million yoki 800 ming, 500 mingga qaytadan yangi motor qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, buning motorlari 192F motor bo'ladi kerak ko'rishingiz mumkin. Korobkalar o'sha kattakon usulli qilib ishlangan korobkalardan hisoblanadi. O'zini akkumulyatorlari ham bor. Akkumulyator o'zini ma'lum bir miqdorda zaryad qila oladi. Rullari gidravlika degan sababi o'ng tomonga burilmoqchimisiz, o'ng tomonga yurishgansiz o'zi avtomatik o'ng tomonga buriladi. Chap tomonga burilmoqchi, chap tomonga yurishgansiz o'zi avtomatik o'ngga chapga burilib bera oladi. Hamda bu motoblogimiz orqasida qishloq xo'jaligi bo'lib bor. Qishloq xo'jaligi hozir karchapatimizni uстановка qilamiz. Mana shu karchapatimizni uстановка qilganimiz sababi ko'pchilik uka aytayapsan, lekin amalda qilib bermayapsan ekanimiz uchun hozir endi akalar buni bitta ishlatamiz. U holda videomizni boshladik. Mana akalar, ishlashlarni ko'rdilaring, ishlashiga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Amalda ham qilib ko'rsatib bera oldik. Bu karchapatımizga bemalol karchapat o'rniga rutinniy kasetga yoki jatka suv nasos karchapatlarimizni uстановка qilaverasizlar. Xo'p, pastdan mo'slar ko'rsatib qo'yamiz. To'g'ri kattakon qushlar, kattakon sababi mana shu joylar o'zida qo'shimcha shestrinalar bor. Shestrinalar o'sha satelitga bo'ladi. 10 yo chap tomonga burmoqchisiz. SS o'z avtomatiga buriladi, bitta ballonni to'xtatib qo'yadi. Ballonlar esa kattakon shirokli ballonlardan qo'yilgan hisoblanadi. Videoni boshlab o'tdim. Tekinga mana shunaqa bizapilar bera olmadi. Va'da biz do'konga kelib, o'zga yoqqan bitta 7 mi, 17 mi, 15 mi, 9 mi ot kuchli motoblok xarid qilib olasizlar. Undan so'ng barabarimizni aylantiramiz. Keyin so'ng yurg'izib ishlatib ko'rsatib beramiz hamda undan so'ng motoblogni ishlatib ko'rasiz va barabarimizni aylantirasiz. Barabarimizda suv sovg'alarimiz bor. Bemalol o'ngami chapga aylantirishdan farqi yo'q. Bir marta imkoniyati beriladi.
Baralarimiz qo'shiladi mumkin. Bitta pachindosi turadi, barabandi. Xo'p, bitta tomonga aylantirish, o'zi xohlagan tomonga tepasida qolgan ustasi bor. Qaysi bir usta xuddi so'g'an berib olaman. Shurpo o'chadimi, bargarga tushadimi, drer tushadimi, kluchdan burchadimi, nima shundan qat'iy nazar mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz olib ketasiz. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni. Optim mazani birinchi klass qo'lda xarid qilib olgan ekanmiz. Pastga nomerga aloqa chiqarasizlar. E'tiboringlar sog' bo'lsin.